Assalomu alaykum internet kuzatuvchilari. Mana navbatdagi katagimizni sizlar bilan tanishtirib o'tamiz. Bu katagimizning razmeri uzunligi 2,5 metr, eniga 1,10 sm, balandligi esa 1,60 sm ni o'z ichiga oladi. Bu katagimiz ham o'zgacha uslubda tayyorlangan. Xo'p, tanishtirib o'tadigan bo'lsak, bu katta xonasi. Tagida tortmalari bor, mana spalniy xonasi bor. Kechqurun yotoq xonalari bor. Mushu-pushular ham qo'rqitmaydi tovuqlarni. Mana bu yerda ham ko'rish mumkin, kuzatish mumkin. Mana bu yerda mana отдельный raddomi bor. Kimga maza, tovuqlarga maza bo'lib ketdi. Mana spalniy xona raddomlari bilan birga. Mana bu yerda mana kichkina xonasi, bu cho'ja yoki kuru tovuq boqish mumkin yoki o'rtasini ochib tashlasa ham bo'ladi. Samarasini bo'shatib, balonlarini qo'yib qo'yganmiz. Xohlagan joyga yetalab yurish mumkin. Tagida mana tortmalari bor. 04 dan chiroyli qilib tortmalarini yaslab qo'yganmiz. Oxirlari juda chiroyli. Mana yetalash jarayonini ham ko'rsatib qo'yamiz. Mana yengil. O'zi ham ketaveradi. Sal tiyib qo'ysangiz. Balonlari ham pachimlikli, yaxshi balon qo'yib qo'ygan. Qiziqqanlar 94 kodi bilan 177 33 15 raqamiga telefon qilaverasizlar. Manzilimiz Namangan viloyati Jidatepada joylashgan. Videomiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib ketasiz degan umiddamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.